Bizani dinimizda faqat oilada bitta odamga rizq beriladi degan narsa yo'q. Oilada bitta odamga beradi deb. Ayniqsa erkaklar shunaqa deb chiqishyapti. Erlar olgan tahoratiga ayol namoz o'qimaydi. Vijdonim qiynalmaydi hech narsada. Ayol Nazokat opa o'zini o'zi eplab ketishni orqasida nima yotadi? Isbotlashmi o'zini? Kimgadir qasdma-qasd rivojlanayotgan bo'lsanglar, isbotlash. Agar yaxshi niyatlarda rivojlanayotgan bo'lsanglar, kimgadir shifo berish, sayohatlarga chiqish, rivojlanish bu nima degani? Rivojlanayotgan odam pul topadi. Rivojlanayotgan odam o'sadi, taniladi. Gadoni dushmani gado. Bu nima degani derdim. Bu o'zi nima so'z derdim. Endi tushundim bu nima degani. Har bitta sohada o'zini hamkasb sohadoshlari yomon ko'radiganlari bo'lar ekan. Bir xillari havas qilib turib yomon ko'radi.